Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Cho'tki mana tomlarni yoplayapsizlar. Cho'tkiga travertlar qildirilyapti. Granitlar, ta'minotlar hamma go'zal holatda bo'lyapti. Shu shapka qismiga kelganda nima qilishga o'ylayapsizlar? Biz sizlarga mana shunaqa Alikafon mahsulotlarini taklif qilib qolamiz. Bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Mahsulotlarni ham, ustalarni ham xudo xolasa chiroyli qilib kelishilgan narxlarda go'zal qilib ishlarni bitirib beramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Hujjatlarimiz vodiy bo'ylab. Katalog qismiga, shapka qismiga, fasad qismiga xohlagan joyingizga go'zal holatda yarashadigan holatda fasonlarni chiqarib, qatirib ishlar bitirib beramiz. Xonalar o'zgacha bitib beraveradi Alikafon. Hamma narsa pulga loyiq bo'ladi. Shuni esdan chiqarmaysizlar degan umiddamiz.